Assalomu alaykum hammaga. 3 kun oldin men shu izdanani video qilib qoldirgandim. 3 kun oldin. 3 kun oldin shu izdanani 40 sotik 80 ming dollar degandik. Taksi egalari aytishdi, ozroq narx qilib, pul kerak, zarur, tezroq sotish kerak edi. Biz yana izdanamiz narxini tushirmoqchimiz. Egalari aytishgani uchun 78 ming deyapmiz, 2 ming tushdik. 78 ming. Shikolat narx 2 mingdan ham arzon. 40 sotik 2 mingdan ham to'g'ri kelmaydi. Orqamizda mana katta izdaniya bitgan. Bu yoqda mol hol, ishlab chiqarish, qilaman degan aka-ukalarimizga, biznesmen aka-ukalarimizga ustini yopib, bu narsa qilib yuborsa bo'ladi. Biznesmen aka-ukalarimiz. Bu yoqda mana suv chiqarilgan, suv bor. Mana zdaniyalar bor bu yoqda. Bu yoqda yashash uchun sharoitlar bor. Nari yoqda uylar bor, joylar bor, yashash uchun sharoit bor. Keyin bu yoqda kampir remont chaqib, bu yoqda bo'ladi, uy joy qilib yuborsa bo'ladi. Yerimiz 40 sotik. Biznes qilaman aka-ukalarim, biznes qilamiz degan aka-ukalarga bemalol biznesga zo'r joy. Bu videoni bilarsan kimga jo'natib qo'yish kerak, raz jo'natish kerak. Podpiska bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib, biznesmen aka-ukalarga tashlab qo'yinglar. Nari yoqda to'xxonamiz bor. To'xxona, ichki sotuvdagi to'xxonamiz bor. To'xxona bo'lgan. Oldin egalar tovuq boqishga 5-10 mingta tovuq spokойно boqsa bo'ladi. Joylarimiz tayyor tovuq boqishga. Atrof polni o'ralgan, atrof kurgovoy o'ralgan polni. Tovuqlar boqilgan ekan-da. Na, burada tovuq boqishga egalar tovuq boqqan polni mana. Tovuq bo'lgan. Просто pul срочно kerakligi uchun срочно pul kerak, sotilish kerak. Kimga jo'natishni bilasizlar, mana polni zdaniya. Zdaniyalar polni bitgan mana. Tovuq boqishga tayyor. 5-10 mingta tovuq ketadi spokойно. Ishlari keyin ekan-a? Ishlari keyin. Mana ventilyasiyalar, hamma narsalar bor. Hamma sharoit qilingan. Ko'p rasxod qilmaydi. Yo'q, rasxod qilinmaydi. Shuni jo'jani olib keladi, 40 kunlik broiler tovuqlarni boqib, soqqani qilishaveradi, bemalol bexijolat. Kimga jo'natib qo'yishni bilasizlar, videolarni jo'natib tarqatib. Vodiyli aka-ukalarimiz bor. Toshkentga yaqin yer olamiz degan shahar. Yangiyo'l shahrini bu yoq